Aslida bu umuman foyda bermaydigan keraksiz narsa. Agarda bundan noto'g'ri va keraksiz joyda foydalansangiz. Bu qo'limdagi mahsulotning nomi reduktor bo'lib, uni asosiy vazifasi tizimdagi suv bosimini belgilangan darajagacha tushirish va uni barqaror ushlab turish uchun xizmat qiladi. Masalan, agar tizimga kiruvchi suv bosimi 10 bar bo'lsa, reduktor uni 3 barga tushiradi va shu bosimni doimiy saqlab turadi. Hatto kiruvchi bosim o'zgarib tursa ham. Buni o'zi nima karomati bor, nima afzalliklari bor deydigan bo'lsangiz, tizim va qurilmani, ya'ni kran, kollektor va isitish qozonini ortiqcha bosimdan himoyalaydi. Bundan tashqari, suv sarfini kamaytirib, foydalanuvchi uchun barqaror suv bosimini ta'minlaydi. Qo'shimchasiga materiali sifatli latundan tayyorlanganligi va albatta 80 dan 160 gradusgacha chidamliligi tufayli tizimingizda uzoq muddat sifatli xizmat qilib beradi. Xo'p, noto'g'ri joyda ishlatilsa, keraksiz ekan. Qayerda o'zi qo'llanish kerak bu mahsulot deydigan bo'lsangiz, xonadonlar, mehmonxonalar, ishlab chiqarish zonalari va shu kabi obyektlarda suv bosimini muvozanatlashtirish uchun foydalaniladi. Ushbu qurilmamiz haqidagi ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, keyingi mahsulotimiz qaysi bo'lishini xohlardinglar. Izohda albatta yozib qoldiringlar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlash tugmasini bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar.